O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekistonning parlamentarizmga asoslangan prezidentlik boshqaruv tizimi bilan tashkil Prezident davlatning boshlig'i va bosh vaziri bo'lib hukumatni shakllantiradi. Konstitutsiya fuqarolarning bir qator huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi. Bu inson huquqlariga oid bir qator asosiy qonunlar va konvensiyalarni o'z ichiga oladi. Konstitutsiyada davlatning ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat va boshqa sohalarda fuqaro manfaatlarini himoya qilishdagi kafolatlari belgilangan. O'zbekiston davlatining iqtisodiy siyosatida ijtimoiy adolat va tenglik asosiy tamoyil hisoblanadi. Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini, hududiy yaxlitligini ta'minlashni kafolatlaydi. Bu shuningdek, mamlakatning tashqi siyosatida muhim ahamiyatga ega. Konstitutsiyani o'zgartirish yoki unga qo'shimchalar kiritish faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis tomonidan amalga oshiriladi. O'zgartirishlar keng jamoatchilik bilan maslahatlanish jarayonida amalga oshiriladi. O'zgartirish va yangilanishlar 2021-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Ushbu o'zgarishlar shuningdek fuqarolarni yanada ko'proq himoya qilishga qaratilgan. Davlatning boshqaruv tamoyillari. Konstitutsiya O'zbekistonning davlat boshqaruv tamoyillari, ya'ni hukumatning mas'uliyati, xalq vakillik organlarining roli va boshqaruv tizimini belgilaydi.